Dada. Ish haqida umuman o'ylamang. Hammasi sekin-sekin joyiga tushyapti. Bugun bosh muhandis hamda qo'riqlash xizmati boshlig'i bilan maslahatlashdim. Uyali aloqa kompaniyasi menga yoqdi. Ishim ham yaxshi. Odamlari ham. Faqat ishlab keta olarmikanman? Nazarimda mustaqil hayotga hali tayyor emasdikman. Gap shundaki, Nodira chetdan alohida ekspertlarni taklif etgan ekan. Bosh kompyuter nosozligida bosh muhandis bilan qo'riqlash xizmati boshlig'i aybdor bo'lib chiqyapti. Xo'p bo'ladi, tez orada hal qilamiz. Albatta. Mayli, savob. Protokol orqasiga ishladi. Rostini ayting, nima bo'ldi o'zi? Seni tez ko'rmaganim uchun kasal bo'lib qoldim. Yoshligimda rasm olishni, har xil narsalarni ixtiro qilishni yaxshi ko'rardim. Hayya, kecha aytgandim shekilli, rasm ham chizaman deb. Bo'limimizda yaxshigina fotostudiya bor. Ishni o'rganganingizdan keyin u yerda ham, bu yerda ham ishlayverasiz. Kelishdik. Kelishgan bo'lsak juda yaxshi. Ana endi sizga ruxsat. Faqat 1 soatdan keyin qaytib keling. Shu yerda ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Dekabr oyinikida telefoningiz band ekan. Sizni Alisher Bahodirov so'rayaptilar. Hozir boraman. Ketaver. Rahmat tushunarli. Keyinroq telefon qilaman. Xo'p. Dildan suhbat tugadimi? Meni Alisher chaqirganimish. Nega chaqiradi? Bilmadim. Borib so'rab kelasizmi yo o'zim boraymi? Gaplaringni o'ylab gapir, tushundingmi? Tushunmay o'libmanmi? Qo'rqmang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Marketing bo'limi qayerda? To'g'ridan onga borasiz. Rahmat. Ha? Salom. Salom. Rahmat. Yana nima bo'ldi? Alam qilar ekan Sabohat. Men uni oldiga odam deb kirsam, menga qayrilib ham qaramadi-ya. Shunga ham xafa bo'lasanmi? Bilasan-ku uni qanaqaligini. Xonadagilarning oldida endi nima degan odam bo'ldim? Qo'ysangchi muhab. Bilasanmi? O'zi uni ham kayfiyati yaxshi emas edi. Menimcha, u Dilafruzni yoqtirmayapti. To'g'riroq rashk qilyapti. Rashk qiladi endi. Chiroyli, aqlli, kelishgan qiz bo'lsa. Bilmadim. U hozir ham xonada ekan. Ana Zilolay, shoshayotgani ham yo'q-ku. Yaxshilab gap eshitib chiqardim.
Alaykum assalom, yaxshimisan Navjot? Kel. Voy, Nabijon. Kel bolam, kel. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Mengam. Dilafruzgam. Qani, bu nima ekan? Voy. Toychoq. O'zing yasadingmi? Muncha chiroyli bu toychog'ing. Dilafruzga ham juda ham yoqadi. Qayerga uchib ketyapti bu toychog'ing? Ha, Toshkentgami? Ha. Yaxshi, yaxshi. O'rtog'ingga berib qo'yaman. Kir choy ichamiz. İşim var. Bo'pti, yaxshi bo'l. Mayli, yaxshi bor, Navjon. Bunga salom aytgin. Tur. Mumkinmi? Kiring Zulona. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, Yaxshimisiz? rahmat. Marhamat, o'tiring. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. O'tgan kuni kechqurun zarur ishingiz bor ekan. Zokirni chaqiribsiz. Soat necha edi o'shanda? Taxminan 6:30-7 edi. 6:30-7. 6:30. Zokirning aytishiga qaraganda 8:30 ga yaqin ishdan chiqib ketibsiz. Nima zarur hujjatingiz bor edi? Nodir Bahromovich vazifa bergan edilar. Ertalab topshirasan degandilar. Ish paytida navbatchi o'z o'rnini tashlab ketishi mumkin emasligini bilmasmidingiz? Bilardim, Ammo o'ta zarur hujjat edi, shundaymi? Xo'sh, bilsak bo'ladimi? Qanday zarur hujjat? u hujjat Xo'p, o'zi qachon qaramay shoshiltirgan Nodir Bahromovich. O'sha kuni boshim og'riyotgan edi, lekin gapimni eshitmasdan ertagacha topshirasan deb ketgandilar. Uyga ham zo'rg'a yetib bordim. mana endi hammasiga Zokir aybdor bo'lib qolyapti. Ishdan haydalishi ham hech gap emas. Yo'q, Zokir aka atik 2 daqiqa bo'lgandilar xonada xolos. Keyin darrov chiqib ketdilar. Kompyuterga nima qilgan ekan o'sha kuni xo'sh? Kompyuter emas, printerim ishlamayotgandi. Kartrijni yigitlar yangilash uchun olishgan ekan, menga aytib ham qo'yishmabdi. Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Nima bo'ladi? Navbatchi chiqib ketgandan keyin bosh kompyuter xonasiga kimdir kirib, hamma ishni rasvo qilgan. Fayllar bo'lsa o'chib ketgan. Rostdanmi? Yomon bo'pti-yu. Endi meni ham ishdan haydab yuborishadimi? Hozircha yo'q. Lekin bu ishda sizni ham qisman aybingiz bor. Mayli ketavering. Hatto nima hujjatligini ham bilolmadim. Ha mayli. Hali kechqurun Nodirdan so'rab bilarman.
menga alam qilayotgan Oyi. Bobur aka menga yetmadilar. Demak, rozilar, to'g'rimi? Bilmasam. Men erini ayblamayman. Unga ham oson emas. Hamma ham farzand ko'rgisi keladi. Mana 6 yil bo'ldi. Endi bilmadim. Lekin ikkalamiz soppa-sog'miz Oyi. Menda nima ayb? Xo'p, mayli. Bobur aka, shu qaynonam aytgan qizga o'ylandilar ham deylik. Lekin sevgimiz hurmati. Menga shu gapni o'zlari aytganlarida tushunmasdim mana Oyi. Xuddi orqamdan pichoq sanchgandek bo'ldim. Voy qizim, balkim endi aytar. Bir hafta o'tdi Oyi, bir soat emas, bir kun emas, bir hafta. Ay, Xudoyim. Qizim. Hamma shifokorlarga ko'rsatdi. Hammasi xotin soppa-sog' deyishdi. Nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Qizim. Balkim bola asrab olarsizlar. Endimi? Oyi, qaynonam hamma narsani hal qilib qo'ydilar-ku. Qanaqa bola, nima deyapsiz? Oyi, men ajrashishga qaror qildim. Nima? Nimalar deyapsan? Boburjonchi? U ham rozimi? Bir hafta oldin roziligini berib bo'ldilar. Qizim. Senga aytishga ulgurmadim. Dadangni yuraklari yaxshimi? Balkim shoshilmaysizlar. Yana biroz yashab ko'rarsizlar. Bilasizmi, Oyi? Men xuddi uyquda yashayapman. Ko'zimni yumdim degancha jarlikka tushib ketyapman. Qiynalib ketdim, Oyi. Juda ham qiynalib ketdim. Mayli qizim. 3-4 kun o'tsin.
dadang yaxshi bo'lib qolsalar dadangga aytib ko'raman. Qani nima dirkinlar? Yanasi. Bobur akam bilan gaplashaman. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi, jon bola. Keling. Uzr, kechirasiz. Tariflar bo'yicha qayerda ma'lumot olsam bo'ladi? Mana bu yerda. Uzr, mana bu tarifni qulayliklar haqida gapirib bera olmaysizmi? Mana buni orqasida hammasi yozilgan. O'qib chiqsangiz tushunasiz, xo'pmi? Kechirasiz. Mana bu tarifni Mana bu yerda ishlasak bo'ladi. hammasi yozilgan. O'qib chiqing. Rahmat. Xo'p. Ko'rmay qizlar. Qiziq. Zilolayam, Dilafruzam piarazelga kirishdi. Tinchlikmi ish qilib? Ha, mayli, ishlaylik. Billboardlar bo'yicha reklama sahifalarini ko'rib chiqish yodingizdan ko'tarilmas. Reja ham tayyor. Assalomu alaykum. Internet sahifalari bo'yicha hammasini hal qilib qo'yarsizlar o'shanni. Keling. Sizga ruxsat. Mana ruchkangiz. Rahmat. Marhamat. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. O'ylab ko'rdingizmi? Ha. Juda yaxshi. Unda to'g'ridan to'g'ri studiyaga boraveramiz, fotostudiyaga. Fotoapparatimni olib kelmagandim. Hech qisi yo'q. Studiyada hammasi bor. Ijod uchun barcha sharoitlar muhayyo deganlaridek. Haligi fotostudiyada bir o'zim ishlaymanmi? Yo'q. U yerda ajoyib yigitimiz bor. Ismlari Vali. Bilmagan narsalaringizni hammasini ko'rsatib beradi. Yo'q, ikkilanyapsizmi? Yo'q. O'zim shunchaki qo'limdan kelmasa-chi. Bilasizmi, Dilafruz? Insonning o'ziga ishonchi bo'lmasa, ishlar yurishi qiyin. Siz studiyaga boring, u yerdagi sharoitni ko'ring, Vali bilan tanishing. Keyin esa joyingizga borib qaytasiz. Bugunchalik. Ertaga fikringizdan qaytsangiz, bemalol yangi joyda ishlayverasiz. Xo'p. Labbay. Albatta yozib qo'yaman. Sog' bo'ling. Oilalar qizlar, Vali joyidami? Ha, joyida. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar mehmonlar. O'zim ham zerikib o'tirgandim.
haligi choy, qahva, shokolad deganlardek nima istaysizlar? Xohlasanglar Somsaga yugurib borib kelaman. Somsa, rahmat, somsa kerak emas, lekin birato'lasi restoranga tushding, bali. Senga yangi yordamchi olib keldim. Rostmi? Men vali bo'laman. Tanishgandan xursandman. Dilafruz. Ha, Nodir aka, nahotki men shunday sohibjamol bilan ishlasam, unda 10 ta restoran mendan, ishonavering. 10 ta restoran. Nasib bo'lib ketmasa bo'ldi. Shu ketishda davom ettirsang, yangi qizimiz ishga emas, teatr tomoshasiga kelib qoldim deb o'ylaydi. Lekin bir qarashda aqlli, xushli qizga o'xshaydilar-a? Sizgina. Bo'ldimi? Bo'ldi. Unda quloq sol. Dilafruz suratga did bilan olar ekanlar. Lekin texnikani hali yaxshi tushunmaydilar. Shunga bilganingni barchasini o'rgat. U yog'ini esa Dilafruz o'zlari uddalaydilar. Shundaymi? Ha, albatta. Agar vali mendan yordamlarini ayamasalar. Shogirdlikka olasizmi? Shoh amri vojib. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, vali. Xullas, ertadan Dilafruz PR bo'limini kreativ maslahatchisi. Bugundan e'tiboran ikkalangiz barcha foto mahsulotlarga javobgarsiz. Demak, Kelishdik. Qani o'tirib gaplashib olaylik bo'lmasa Nodir aka. Keling. Dilafruzxon keling siz bu yoqqa. sen bunga o'tiraman. Yo'q, men bu yoqqa o'tiraman. Keling. Har birindagi vali o'z repertuari. Xo'sh, xullas kompaniyamizni ahvolini bilasan. Bu haqda Dilafruzga o'zing aniq va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ber. Xo'p, bo'ladi. Hozir asosiy muammoimiz kompaniyani oldingi mavqeini tiklab olish va mijozlarni qaytarish. Aynan shu bosh qotirma haqida ikkalangiz o'ylab ko'ring. Umuman, rebranding haqida fikrlaringizni kutib qolaman. Rebranding? Qo'ying. Qachon o'tkazamiz? Bu haqda hali hech kim bilmaydi. Menimcha shu kunlarda o'tkazamiz. Hozircha shu masalalar. Ha, rebranding. Rebranding mezonini asosiy g'oyasi oddiylik, samimiylik, saxiylik. Aynan shu haqda fikr yuritib ko'rishingizni so'radim. Tushunarli. Izlanamiz, o'ylanamiz, qidiramiz, topamiz. Xullas, ishlaymiz, Nodir aka, ishlaymiz. Yaxshi. Tushlikkacha 2 soat bor. Men hali yana kelib ketaman. Bo'ldi, Nodir aka. Operator qizlar. Men ularga aytib qo'yaman. Xo'p. Zerikmasdan ishlaysizlar degan. Xo'p, Nodir aka. Kutamiz, Nodir aka. Demak, siz Dilafruz, men esa Bali. Bu esa bizning foto studiyamiz. Bilasizmi? Negadir xonamga joziba kirdi desam, bu sizdan ekan. Dilafruz, sizga hamma narsa tushunarli bo'lyaptimi? Ha, tushunarli. Faqat rebranding so'zini ma'nosi tushunmayman, behazil. Rebranding bu hamma narsani borini tubdan o'zgartirib, unga yangi qiyofa berish deyiladi. Tushunmadingiz? Hozir tushuntirib beraman. Qarang. Masalan, kompaniyamizning nomini, logotipini o'zgartirishimiz mumkin. Bu bilan biz unga yangi hayot baxsh etishimiz mumkin. Tushunyapsizmi? Maqsad mijozlarni kompaniyamizga jalb etish. Tushunarlimi? Demak, rebranding degani bu kompaniyani qaytadan pardozlab, uni imkoniyatlarini kengaytirib, mijozlarga yangi ko'rinishni tavsiya qilish, shundaymi? Zo'r, qoyil, juda ajoyib. Siz tez ilg'ab olar ekansiz. Yaxshi. Demak, biz siz bilan ishlay olamiz. Rahmat. Ishimiz shundan iborat. Siz shunaqa narsani o'ylamaysiz. Faqatgina shu ijod bilan shug'ullansangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keling, Nodir aka. Qoyil. Qalay, ishlar yaxshi ketyaptimi? Zo'r, Nodir aka, yaxshi. Ertagayoq modellar bilan gaplashib, ishni boshlamoqchimiz. Bilasizmi? Men Dilafruzni fikriga qo'shilaman. Kompaniyamizning qiyofasini ifodalaydigan zo'r bir chehra topishimiz kerak. Ya'ni ayol chehrasi. Keyin haligi kompaniyamizning logotipini ham yangilash kerakmish. Juda yaxshi, zo'r. Qoyil. Ha, hammasini qilish kerak, faqat arzon va tez muddatda bitadigan ish bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi bosh direktor shoshiltiryapti. Siz bemalol qizlarning oldiga boravering. Ertadan shu yerdasiz.
Xo'p. Ha, shuni aytish esdan chiqibdi. Umumiy bo'limga aytib qo'ydim. Hali kirib chiqarsiz. Rahmat. Sizga ham rahmat vali. Arzimaydi. Ertaga kech qolmassiz degan umiddaman. Xo'p, bo'ladi ustoz. Yaxshi fikrlar beryapti degan. Ajoyib. Nima deb o'ylaysan? Ishlab keta olarmikin? Nodir aka, bilasizmi? Tirishqoq qizga o'xshaydi. Kompyuterda ham ko'p narsani ko'rib, o'zi ustida ishlayapti. Demoqchimanki, bilmagan narsasini orimay so'rayapti. Fikrlari ham yaxshi, didi ham bor. Chiroyli kadr qo'yishni ham uddalayapti. Yaxshi. Ustozman deb albatta shogirdingga imkoniyatlar berish yodingdan ko'tarilmas. Qoyilataman ustozlikni, Nodir aka. Bo'pti. Xo'p, mayli. Faqat haddingdan oshmasang bo'lgan. Ha? Tushunmadim. Hormanglar qizlar. Keling. Ana qiz haqida kecha nimadir deyayotganmidingda? Nimayam dirdik, ishlab yuribdi. Ha, yuribdi. Bir u boshliqni oldida, bir bunisida. Xuddi o'z xonasini yo'qotib qo'ygandek. Kompaniyaga kecha kelib, xuddi o'z ishxonasidek qilib oldi. Nega endi? Yaxshi qiz edi-ku. Yomon emas u. U yoqdan bu yoqqa ishchang bo'lib yurishini hisobga olmasak, yaxshi qiz. Lekin ha aytgancha, Nodir Bahromovichni ko'rmadinglarmi? So'rashayotgandi. Analar. Salom. Salom.